Bu ayolning gaplariga e'tibor bering va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Butun dunyoni kim boshqaryapti hozir? Kim boshqaryapti? Erkaklar boshqaryapti. Faqat oilani boshqara olmayapti xolos. Butun dunyoni boshqaryapti. Oilani biz tizginni ushlab olganmiz. Prezidentlar ham erkaklar, harbiylar ham erkaklar, snayperlarda ham erkaklar, to'g'rimi? Chegarada erkaklar, to'g'rimi? Eng qiyin ishlarda erkaklar, tank mingan erkaklar. Lekin oilada biz shuni buxlashtirib yotibmiz ayollar. Oilani eplay olmasdan erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak. Erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak, tamom. Bilmagan joyini o'rganib turish kerak, bo'ldi. Topshiring muammoni, topshiring. Hozir dadam bilib qolsa deb turib hayiqtirib qo'ymaysan. Hozir dadam bilib qolsa deb hayiqtirib qo'ymaysan. Meni ham qo'shib urishib qo'ying deb qo'ying eringizga. Bolalaringizni-da, bolalaringiz eringizdan hayiqtirib olmasangiz, itdan ham hayiqtira olmaysiz. Hech kimdan hayiqmaydi. Pulni eringizga topshiring, undan ko'p olmaysiz, ha? Barakani yo'q qilib, uchuntadan buchuntaga. Tushunadi, hamma narsani tushunadi erkaklar. Tushuntira bilish kerak xolos. Hammasini tushunadi. Sizga nima hamma g'alvani yelkangizga olib, bozorda ham ishonmasdan, u bolangiz emas, u yeringiz topshiring hamma narsani, Xudo yozsin. Sizga nima? Butun g'alvani yelkangizga orqalatib qo'ying. Yelkangizda shunday ro'paraq qo'ying. Hozir dadang kelsa olma deb qo'ying. Bolalar ham siyvoradi. Qora qilib o'tirasiz, o'zingiz dam olib o'tirasiz.